Assalomu alaykum. Efirda bugun yangiliklar dasturi. Kunning eng muhim madaniy-ma'rifiy voqealari bilan sizni tanishtiramiz. Bugungi globallashuv davrida davlatlararo hamkorlik faqatgina siyosiy yoki iqtisodiy aloqalar bilan cheklanib qolmayapti. Madaniyat xalqlarni birlashtiruvchi, o'zaro ishonch va do'stlikni mustahkamlovchi eng muhim ko'prikka aylanmoqda. Shu maqsadda poytaxtimizda ilk bor Markaziy Osiyo davlatlari madaniyat vazirlari va Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi vakilining C5+1 formatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Xo'sh, ushbu muloqotda qanday tashabbuslar ilgari surildi? Tomonlar qaysi yo'nalishlarda kelishuvga erishdi? Taxmina Tillazoda tayyorlagan lavha aynan shu haqda. Eslatib o'tishimiz joiz, o'tgan yilning 7-noyabr kuni AQShning Vashington shahrida bo'lib o'tgan C5+1 sammitida Markaziy Osiyo mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarlari bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surishgan edi. Ular orasida madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash alohida o'rin egallagandi. Bugun esa ana shu vazifalarning amaliy davomi sifatida Toshkent shahri yana bir C5+1 uchrashuviga mezbonlik qilmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonning madaniyat sohasi vakillari, shuningdek AQSh davlat kotibining jamoat diplomatiyasi va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha muovini Sara Rojers ishtirok etdi. Muloqot davomida hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilinar ekan, dastlabki tashabbusni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov o'rtaga tashladi. Sun'iy intellekt davrida san'atkor va madaniyat vakillarini qanday qo'llab-quvvatlaymiz? Texnologiya san'atkorlar imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi uchun nimalar qilishimiz kerak? Shu munosabat bilan sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, kreativ industriya, madaniy diplomatiya, turizm va innovatsiyalar mavzulariga bag'ishlangan C5+1 madaniyat va innovatsiyalar forumini yo'lga qo'yishni taklif qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqaning muhim madaniy obyektlari, tarixiy artefaktlari va an'analarni qo'llab-quvvatlashdan faxrlanadi. Biz C5+1 platformasi orqali madaniy merosni asrash, ta'lim va madaniy almashinuvlarni kengaytirish hamda o'zaro manfaatli sheriklikni yanada rivojlantirish niyatidamiz. Ayni damda uchrashuv davomida bir qator muhim taklif va tashabbuslar ilgari surilayotganining guvohi bo'lyapmiz. Jumladan C5+1 madaniyat bo'yicha ishchi guruh tuzish, madaniyat va innovatsiyalar forumini yo'lga qo'yish, kreativ industriyalarni qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro ta'lim va madaniy almashinuv dasturlaridagi imkoniyatlarni kengaytirish masalalari muhokama markazida bo'lmoqda. Bugungi uchrashuv yangi tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim imkoniyat desak mubolag'a bo'lmaydi. Tojikistonda madaniy merosni muhofaza qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu boradagi yutuqlar zamonaviy qonunchilik bazasi, rivojlangan ilmiy arxeologik maktab hamda UNESCO bilan faol hamkorlikka tayanadi. Menimcha biz madaniyat sohasidagi ta'limga yanada ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. 2012 yildan buyon Akpeshim arxeologik yodgorligida Qirg'iziston Milliy fanlar akademiyasi va Yaponiyaning Teikyo universiteti hamkorligida qazishma ishlari olib bormoqda. Bu yili Shahriston ikki hududida 7-8 asrlarga oid Budda ibodatxonasi qoldiqlari topildi. Manbalarga ko'ra, ibodatxona Xitoy imperatori farmoni bilan qurilgan bo'lishi mumkin. Agar bu tasdiqlansa, topilma mintaqa tarixini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etardi. Davlat rahbarlari sammitida qabul qilingan madaniy merosni saqlash bo'yicha qo'shma bayonot madaniy qadriyatlarni muhofaza qilish, muzeylararo hamkorlikni rivojlantirish va madaniy merosni raqamlashtirish borasidagi sa'y-harakatlarni yanada kuchaytirdi. Shu boisdan Markaziy Osiyo mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari milliy muzeylari o'rtasida ko'rgazmalar almashinuvi, muzey menejmentini rivojlantirish hamda arxivlarni raqamlashtirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish taklifini bermoqchiman. Bu borada sizlarning fikringiz muhim. Mazkur tashabbuslar madaniy aloqalarni mustahkamlash bilan birga yoshlar, ijodkorlar va madaniyat sohasi vakillari uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Bugungi uchrashuv davomida tomonlar muntazam muloqotni davom ettirish va qo'shma tashabbuslarni amaliy loyihalarga aylantirishga kelishib olishdi. Zero madaniyat bu nafaqat o'tmishni asrash, balki kelajakni barpo etish vositasi hamdir. Taxmina Tillazoda, Muzaffar Orifxonov. Bugun dasturi uchun.